Hammalarga assalomu alaykum akalar. Faqat sabrli bo'lasizlar, videomiz uzunroq bo'ladi bu safar. Yangi proyekt, xabaringlar bor edi, kuzatib boryotdinglar. Mana uni atiladan sizlarga 2 xil email videosini qo'yib qo'yib, mana ko'rsatamiz. Mana original email. Bu mashinamiz ham xuddi shunaqa email bo'lgan. Mana ko'rishinglar mumkin hozir farqini. Bunda qilingan ishlar hammasi rushnoy qo'l mehnatida bo'ldi. Buni umuman zapchastlari yo'q. No tegim ham bunaqa xuddi mana shu emaildan bir xil bo'lgan, birga bir email bo'lgan bu ham. Mana bunga qilingan ishlar bamper, kapot, ishuvlari, yon qismlari hammasi bir xil qilib geleyiga o'zgartirilgan okalar. Mana buni bakoylargacha ham rushnoy, hammasi qo'l mehnatida qilingan bakoylar ham. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, orqa qismini mana bitta solishtirib tomosha qilishingiz mumkin orqalarini. Mana bunda turburchak fari ko'ryapsizlar, eski emailda. Bunda ikkitali ingichka faralar qo'yildi. Mana bulargacha ham, moldillargacha ham qo'l mehnatida hammasi yasaldi okalar. Ko'rishingiz mumkin. Krilolarigacha ishirib, ishuvlarda ham mana farqi bor. Bunda molding yo'q. Bunda mana moldillari bor okalar. Linalari ham 2 xil ko'ryapsizlar. Bunda mana orqa laboy qismi qolgan. Laboy qismidan ajratishingiz mumkin. Atak, yon qismi, oldi, orqa umuman farq qila olmaysizlar. Mana oddiy misol bakoyning o'zida ham ajratib bo'lmaydi mashinani. Bakoy ham 2 xil bo'lib turibdi. Salon qismlariga keladigan bo'lsak, okalar, salonlari o'zi holatida qoldi. Endi buni xudo xolisa salonchilarga beramiz. Salonga berib, salon qismlariga monitorlar qo'yib, xudo xolisa salonlari ham polni o'zgaradi. Mana sizlarga motorni atsekini ochib ko'rsataman. Mana motorni atseklari ham ochilishlari o'zi sakratib, prujinkalarida kak palojni rostagasan ochiladi. Ilgaklargacha hammasi yasalgan, gilamlargacha qo'yilgan okalar. Mana bunda ochib ko'rsataman bunikini. Ancha farqi bor. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Mana solishtirsanglar, buniki ustki bo'ladi. Bunda mashina uzaytirilgan, ozgina uzaygan. Endi oldi qismi bunaqa yetarli uzaymagan, mana shuncha qo'shilgan okalar. Mana amortizator, hamma narsasi susipadaklargacha, prujina, ilgaklargacha hamma narsasi ishlaydi. Xudo xolisa. Quplanishlari ham bosib qo'ysanglar bo'ldi. Bunaqa tashash, ortiqcha harakatlar kerak emas. Mashinamiz xudo xolisa egalariga topshirishga tayyor bo'ldi. O'zingizlar endi mehnatimizni qadrlab, like bilan podpiska qilib qo'yasizlar. Iloji bo'lsa hammaga tarqalsin. Xitoygacha ham yetib borsin. Hali Xitoy o'zida ham yo'q bu zapchaslar okalar. Xitoy endi chiqarib bersa, mana shunaqa zapchaslarni tayyor qilib yasab, 23liga o'xshab, shunda taqib tashladi bunaqa eski emaillarga. Nu hammasi bu qo'l mehnatida yasaldi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar okalar. Mehnatimizni qadrlab, iloji boricha hammaga tarqatib tashlaydi. Bunda kichkina mehnat bo'lgan emas. Normalniy katta mehnat bo'ldi, xudo xolisa bu holatga keltirishga. Mashinamizni inshaalloh bugun egalariga topshiramiz. Diskalarigacha aytgandek, diskalarni gapirmanmi? Diskalarigacha yangi diskalar qo'yildi bunga. Shiroki, ustki shiroki, katta diskalardan qo'yib, original diskalar, Xitoy emas, hamma narsasi originaldan yig'ildi. Kuzatib boringlar, hammalarga rahmat okalar.